do'stlar, bugun biz Konya shahrining qoq markazida joylashgan Hazrati Jaloliddin Rumiy maqbarasini bugun ziyorat qilamiz. Konyaga kelgan har bir sayyoh Mevlono Jaloliddin Rumiy qabrini ziyorat qilmasdan ketmaydi. InTravel oilasi ham bu muqaddas maskanga kelib ziyorat qilishni istadi. Bugungi ko'rsatuvimizda biz bilgan ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Muzey hovlisidagi qabr toslari, ya'ni bu yerda yotgan insonlarning kim bo'lganini bildiruvchi ma'lumotlar haqida so'zlab beramiz. Muzey maydoni tomon yaqinlashar ekanmiz. Bu yerda yuzlab turistlar va turli viloyatlardan kelgan ziyoratchilarni ko'rish mumkin. Har kimning maqsadi bir: muqaddas va tarixiy maskanni ko'rish, his etish. Biz ham barcha qatori muzey ichkarisi tomon yo'l oldik. Muzeyga kirishdan avval oyoqlarimizni himoyaladik. Bu yerning muqaddasligi va tartib qoidalariga hurmat ramzidir. Eng asosiysi, ayollar uchun bosh kiyimsiz kirish noto'g'ri hisoblanadi. Shu sababli biz ham bu tartibga amal qildik. Yerga ro'molsiz kirish mumkin emas. Mana shuni ro'mollarni o'rab olamiz. Va muqaddas muzey tomon hurmat bilan yo'l oldik. Mevlono maqbarasida dafn etilgan insonlar aslida kimlar? Tabiiyki, uning atrofidagi qabrlar oddiy odamlar emas, balki eng yaqinlari va Mavlaviy tariqatining buyuk shaxslaridir. Bu qabrlar Mevlono nasl nasabining davomchilari ekanligini ko'rsatadi. Eng avvalo bu yerda Mevlononing otasi Alovuddin Valad va Mevlononing o'g'li Sulton Valadning qabrlari bor. Ya'ni Mavlaviy tariqatini tizimli holga keltirgan shaxs hisoblanadi. Yana bu yerda Mevlononing yaqin oila a'zolari, farzandlari, nabiralari, ayrim qarindoshlari dafn etilgan. Bu qabrlar Mevlono nasl nasabining davomchilari ekanligini ko'rsatadi. Undan tashqari bu yerda Mavlaviy shayxlari va xalifalari, Mevlononing eng yaqin shogirdlari, uning ta'limotini yoygan buyuk tasavvuf pirlari, tariqat yetakchilari, shayxlar dafn etilgan. Ular Mevlonoga bo'lgan cheksiz hurmat sababli uning yoniga dafn etilgan. Bu yerdagi barcha qabrlarning markazida, eng baland joyda Mevlono Jaloliddin Rumiy qabrini ko'rishingiz mumkin. Ziyoratga kelgan har bir inson avvalo Mevlono hazratlari qabrini ziyorat qiladi. So'ng esa ziyoratchilar keyingi xonaga yo'l oladi. Bu yerda Mevlononing qo'l yozmalari, kiygan kiyimlari hamda tasavvuf musiqasida ishlatilgan cholg'u asboblari saqlanadi. Bu maskan nafaqat ziyorat joyi, balki buyuk allomaning hayoti va merosini yaqindan his qilish imkonidir. Konyaga kelgan har bir sayyoh bu yerning eng mashhur taomini tatib ko'rmasdan ketmaydi. Bu taom etli ekmek. Biz ham oilali tarzda etli ekmek yeyish uchun shu yerga keldik. Konya sayohatini etli ekmeksiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yupqa non ustiga qiyma go'sht yoyilib, tandirda pishirilgan. Bu mashhur taom Konyaning eng sevimli taomlaridan biri hisoblanadi. Konyaga kelsangiz, albatta mana shu Konya shahrining eng mashhur taomi etli ekmek yemasdan ketmang, chunki biz hozir Konyada eng zo'r yog'likkina etli ekmek tayyorlaydigan joyga kelganmiz. Mana do'stlar, bugungi muzeyga bo'lgan sayohatimiz shulardan iborat edi. Keyingi ko'rsatuvda albatta sizni Konya Panorama muzeyiga olib boramiz. Kanalimizga obuna bo'ling va InTravel bilan Turkiya bo'ylab sayohatni davom ettiring. Obuna bo'lishni unutmang.